Harbiy xizmatchilarning jangovar va kasbiy tayyorgarligini yanada yuksaltirish, zamonaviy qurol-yarog' va harbiy texnikalardan samarali foydalanish ko'nikmalarini mustahkamlash hamda rahbarlik mahoratini oshirish qurolli kuchlardagi ustuvor vazifalardan biri hisoblanadi. Ana shu maqsadda Shimoliy-G'arbiy harbiy okrug qo'shinlarida guruh komandirlari uchun o'quv uslubiy yig'in tashkil etildi. Vatan himoyasi yo'lida xizmat qilayotgan har bir harbiy xizmatchining kasbiy mahorati, jismoniy tayyorgarligi va har qanday vaziyatda to'g'ri qaror qabul qilish qobiliyati qurolli kuchlar jangovar salohiyatining muhim omili hisoblanadi. Shu maqsadda Shimoliy-G'arbiy harbiy okrug qo'shinlarida xizmat qilayotgan guruh komandirlari ishtirokida o'quv uslubiy yig'in o'tkazildi. Mazkur yig'in guruh komandirlarining nazariy bilimlarini mustahkamlash, amaliy ko'nikmalarini yanada takomillashtirish, ilg'or tajribalarni ommalashtirish hamda zamonaviy jangovar harakatlarni boshqarish bo'yicha malakasini oshirishga qaratdi. Yig'in davomida ishtirokchilar harbiy xizmatining turli yo'nalishlari bo'yicha sinovlardan o'tkazildi. Jumladan, jismoniy tayyorgarlik mashg'ulotlarida 100 metrga suzish, 5 kilometr masofaga yugurish hamda boshqa me'yoriy mashqlar bajarildi. Saf tayyorgarligi bo'yicha qurol bilan va qurolsiz saf harakatlari, buyruqlarni aniq va puxta bajarish ko'nikmalari baholandi. Taktik operativ tayyorgarlik mashg'ulotlarida jangovar vaziyatni tahlil qilish, hujumni tashkil etishda guruh komandirining vazifalari hamda bo'linmalarni boshqarish bo'yicha amaliy mashqlar bajarildi. Artilleriya tayyorgarligi yo'nalishida olovni boshqarish, nishonlarni aniqlash va o't ochishni muvaffaqiylashtirish bo'yicha bilim va ko'nikmalar sinovdan o'tkazildi. Shuningdek, zamonaviy jangovar harakatlarning muhim qismiga aylangan uchuvchisiz uchish apparatlarini boshqarish, ulardan samarali foydalanish, topografik orientirlash, joyni aniqlash hamda otish tayyorgarligi bo'yicha ham nazariy va amaliy mashg'ulotlar tashkil etildi. Har bir ofitserning bilim darajasi, kasbiy tayyorgarligi va boshqaruv salohiyati belgilangan mezonlar asosida baholandi. Yig'in davomida bo'linmalarda sog'lom ma'naviy-ruhiy muhitni shakllantirish, harbiy xizmatchilarning ruhiy barqarorligini oshirish hamda murakkab vaziyatlarda qat'iyat bilan harakat qilish ko'nikmalarini rivojlantirishga ham alohida e'tibor qaratildi. Psixologik tayyorgarlik mashg'ulotlari orqali guruh komandirlarining stressga chidamliligi, liderlik qobiliyati va shaxsiy tarkib bilan ishlash mahorati yanada mustahkamlandi. Ana shunday o'quv uslubiy yig'inlar guruh komandirlarining kasbiy salohiyatini yanada yuksaltirish, ularni har qanday vazifani yuqori mas'uliyat va fidoyilik bilan bajarishga tayyor malakali rahbar sifatida shakllantirishda muhim ahamiyat kasb etadi.